Ota-onaga o'g'il farzand voyaga yetib uylanguncha o'g'il bo'lar ekan. Qiz farzand esa ota-onaga nisbatan, o'zini ota-onasiga nisbatan to o'lgunicha qiz farzand bo'lar ekan. Так что qizi bor otalarga yuborib qo'ying bu videoni. Bir xilga ota-onalar bor, qizi boru lekin noliydi. Tugab aytaymi? Qiz farzand kerak bo'lsa 10 o'g'ilni o'rnini bosadi. Hatto shunaqangi qiz farzandlar bor, o'sha o'g'ilni o'rnini bosib 2 martalab to'ldirib qo'ygan